Buna gayra baştalып ketти. Abay, mana bilat. Mana kirip ketishdi, territoriya arqıların territoriyasına bizlikler kirip ketdi mana. Mana katı soğuş baştalып ketdi. Mana переговор бүткөндөн кийин кайра башталып атат. Mana. Kayra baştaldı mana. Bir özüne tiydi. Mana bir özün başına tiydi. Hey, bir hemen çık, alıp ket bir hemen. Akırın. Mana bir özüne başka tiydi. Hey. Alpar skoriyor, Alpar. Aldayın ne? Avtomat men attı. Aldayın ne? Avtomat men attı. Ya taş değildi. Taş. Taş değildi. Var mı? Kanada sorun var. Öptü o çatı. Bötülkö katıp ketdi. Benzin kuyup alıştı. Azarca kırgıtkan çat, örtpegen çat. Soğuş bol ketdi özünçeler. Milinsan da güç yetmeye kaldı. Buna örtü atacak, buna bile başta aldın. Buna bir jak örtü başta öçürüp atacak buna. Öçürüp atacak buna. Buna arkalarının düğün örtü baştaştı. Biz taraftan ırgıtıştı. Okey. Gülpet çıtaracak olacak. Hazır hem at baza oldu. Mate takta eldim var. Hiç kim dokpay aldı. Bir insanla küçültü aldı. Mesela taşlar canday uçuyor. Buna sağ. Taşlar. Eston. Ya martıgarsa kuş günü başka. Kuş günü. Ancak ara. Ara. Yaptım. Bitti iş. Ben harbiylarga ham, ichki ishlar xodimlariga ham hammasiga aytaman.
Mana iltimos, qaysi yoshlarimiz bilib bilmay sho'xlik qilgan bo'lsa, shularga tegmaysizlar. Shuning uchun jon ukalar, jon o'g'illarim, men qolay, bir ikkita oqsoqollar qolsin. Bizlarni ishlashimizga xalaqit qilmaylar. Hozir gap bo'lmagan. 5 bo'libdi. Gap bo'lmagan. Ha. Manga qara. Ey! Qabir. Ey! O, to'xtab tur. Manga qara. Men tirik bo'lsam, bir qarich yerimni ham, bir paqir suvimni ham men berib qo'ymayman. Sen tushundingmi? Mana. Shuning uchun sizlardan iltimos. Meni ishlashimga xalaqit qilmaylar. İltimos sizlar, kattalar ham, kichiklar ham, jon ukalar. Yoshlik qilib qo'ymanglar. Hozir harbiylarning ishiga ham, chegarachilarning ishiga ham, hokimning ishiga ham xalaqit qilib meni ishlata olmayapsizlar. Hozir qizishganlaring bilan foydasi yo'q. 15 ta ular eshitang. Eshitang. Hozir bugun ham eshit. Ular hayvon bo'lsa, biz odamlarmiz. Bizlar to'xtab tur. Hayvonga hayvonchi munosabat emas, hayvonga aql bilan munosabat bo'lsin. Eshitding? So'ra, ularning badanini kim to'laydi? Ular qon yedi o'zi. Men roziman. O'ldirasanmi? Yo'q, sizni nimaga o'ldiraman? Yo'q. Aka, xabar. Siz biz uchun bo'lishingiz kerak. Siz xalq uchun bo'lishingiz kerak. Shu bahona prezidentimizga chiqib koridor muammosini ko'tarasiz. Hammasi YouTube'ga tushyapti gapimiz. Shuni qapti. Xabar gamzala Xabar gamzala. Gapiring, mana hech kim gapirmayapti, mana. Og'aynilar. Bu kishi to'g'ri aytdi. Hamma masalani yechamiz. Mana eng ko'p, mana vashti ko'pchilik taniydi. Eng ko'p men so'xtuman ekanaman. Sen yo bilmaysanlarmi? Bilaman. Shuning uchun, jon ukalar, og'aynilar, qadrdonlar, hurmatli bizni qadrdonlar. Sizlar hozir noto'g'ri narsani qilmaylar. Biz o'zimiz hozir xalqimiz. Hozir ichimlik suvimizda cho'milyapti ular. Maya qara. Sen uka yaxshi yigitsan, jim turgin. Siz kelyapsiz, men bir suvni baylab beryapti. Hey, babaylar. Hey, düşkün. Çıkla bakar. Vakili prezident beştunden. Yaşkadı savun tepeni vatan. Prezident beştunden. Ben hırvatlar prezidentine. Abi.